Assalomu alaykum azizlar, hurmatli tomoshabinlar. Mening yurtim telekanali ham siz yaxshi ko'rgan kanal va siz yaxshi ko'rgan dastur Doira dasturi yana xonadoningiz mehmonim. Bugun ham san'at va madaniyat olamidagi eng so'nggi xabarlarni, show biznes olamidagi yangiliklarni siz azizlarga bo'lishib boramiz. Biz tayyormiz. Sizchi siz tayyormisiz? Demak, boshladik. Rustam aka Murodov bilan biz baham-jihat ko'rishib maslahat qildik. Bizni jamoamiz orasida bitta-ikkita negativlar bor. Meni jonim oynasa xonim, meni jonim. Chimildiq bizning xalqimizda muqaddas hisoblanadi. Endi Chimildiq 2ni kutib qolamiz. Turasan ko'z yosh to'kar. Yaqindagina Doira dasturida mashhur Muhammadni siqilma klipini jarayonni birgalikda tomosha qilgan edik. Juda ham chiroyli klip chiqqan. Klipni ko'rganlar bormi, yo'qmi bilmadim, lekin hozir mening yurtim telekanalida klip premyerasi bo'ladi. Keling birgalikda tomosha qilamiz. Ay do'stim, ayt nega holing parishon, alamdan yuraging esilyaptimi? Go'yoki dunyoda birgina sening omadsiz kunlaring cho'zilyaptimi? Ishingda unum yo'q, uyingda tinchlik, ro'zg'orni g'orligi sezilyaptimi? U ham yetmagandek og'ir kuningda eng yaqin do'stlaring yuz buryaptimi? Siqilma, mehmondir tanangda bu jon ham, ko'p uchrar yo'lingda yaxshi-yu yomon ham. Izlasang topilar har mushkulga iloj, gar zamonga boqmasang boqmas zamon ham. Sandanam, mandanam, undanam, bundanam, bizdanam, zo'rdanam qolar bu dunyo. Kamdanam, ko'pdanam, kengdanam, tordanam, yo'qdanam, bordanam qidirma xato. To'xtama toki yurak uryaptimi? Siqilma, mehmondir tanangda bu jon ham, ko'p uchrar yo'lingda yaxshi-yu yomon ham. Izlasang topilar har mushkulga iloj, gar zamonga boqmasang boqmas zamon ham. Sandanam, mandanam, undanam, bundanam, bizdanam, zo'rdanam qolar bu dunyo. Kamdanam, ko'pdanam, kengdanam, tordanam, yo'qdanam, bordanam qidirma xato. Eringiz kelsa o'zlariga tushuntiramiz. Mana o'zlari ham keldilar. Assalomu alaykum. Sizni so'rab kelishim. Va alaykum assalom. Men tadbirkorman. Mahalla raisining aytishi bo'yicha sizni ancha yillik haydovchilik tajribangiz bor ekan. Shuning uchun bizni yangi tashkil qilingan korxonamizda haydovchi bo'lib ishlasangiz degandik. Mana bu mashina sizga. Rahmat.
Tabriklaymiz. Hozirgi sizlar aytamiz. Oy, ke o'g'lim. Tinchlikmi? Mana qara o'g'lim, davlat menga order beribdi, tuzalib ketishim uchun. Yo'q, Voy, xudoga shukr. Ey bolajonim. Singlim, sizni boshingizdan kechirganlaringizni mahalla faollari sifatida yaxshi bilamiz. Va yaxshigina hunaringiz borligidan xabarimiz bor. Shuning uchun sizga xotin-qizlar tadbirkorlik qilishi uchun bankdan imtiyozli kredit hujjatlarini taqdim etamiz. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Kundanam, tundanam, tongdanam, sondanam, oydanam, yildanam, ma'lum aslo. Balodan, qazodan, dardi bedavodan, huzursiz xatodan asrasin Xudo. Siqilma, ishlaring yurishmasa ham, do'stlaring yoningda turishmasa ham, kecha har so'zingga mushtoq kimsalar hatto qo'l uzatib ko'rishmasa ham, siqilma, hali zo'r kunlar keladi. Yo'qotganlaringning o'rni to'ladi. Buguncha boriga shukr qil. Shunda ertangi kun sening kuning bo'ladi. O'zini sho'xchan, dillarga yoquvchi taronalari bilan mashhur bo'lgan xonanda Mustafo yana yangi klip premyerasi bilan Mening yurtim telekanaliga tashrif buyurdilar. Oq gullar nomli qo'shiqlarga ajoyib klip suratga olibdilar. Keling birgalikda tomosha qilamiz, marhamat. Chorsida kutaman deganding, kun ham o'tdi, mana tun bo'ldi. Chiroyli qizlarni Chorsuvda kutib, qirolichalarni oppoq otda ko'chaga chorlagan Mustafodan yana bir yangi tarona va video klip premyerasi. Qirolicham ko'chaga chiq. Oq gullar. Qo'shiq ilk ohanglaridanoq sizga romantik kayfiyat baxsh etadi. Oq gullar qanchalik ayollarning qalbiga yoqishini bilganim uchun shu oq gullar degan qo'shiq chiqaraman deb harakat qilib yurardim. Va bo'ldi shunaqa qo'shiq. Ozgina ustida ishladik. So'zlarni o'zim yozdim. Kuylarni ham o'zim harakat qildim shunaqa qilishga va barcha qo'shiqlarimni o'zi shu nafis kayfiyatini yaxshi qilishga harakat qilaman doim. Taronada sodda bir oshiq yigitning samimiy va sof sevgisi o'ta nafis va ta'sirchan ifodalangan. To'g'risini aytsam, undan oldingi boshqa qo'shiqlarimga klip olamiz deb yurgan edik. Oyisi qattasan, kechir degan qo'shiqlarimizga video klip ishlash niyatimiz bor edi. Shu niyatda yurgan edik, lekin bu qo'shig'imiz yaxshi chiqib, qanaqadir kayfiyatni ko'taradigan bo'lgani uchun, bahoriy tarona bo'lgani uchun shu bahor faslida shu qo'shiqqa klip olamiz deb niyat qildik. Video klip ham qo'shiq mazmuni va ma'nosiga monand gullar va tabiat uyg'unligida tasvirga olingan. Klipmaker, operator Rustam aka Murodov bilan biz bahamjihat ko'rishib maslahat qildik. Fikrimiz bir joydan chiqdi va rejissyor sifatida o'sha iqtidorli do'stimiz Dilmurod Agzamovni rejissyor sifatida taklif qildik. G'oyasini o'ylab topdik. Shu bahoriy bo'lsin, kayfiyatga yaxshi ta'sir qiladigan, insonlarning ko'nglidan yaxshi joy oladigan g'oya o'ylab topishga harakat qildik va shu g'oyasi kelib qoldi bizga. Albatta bo'ladi shunaqa holatlar, tortishamiz, boshqa qilamiz. Oxiri baribir shu maslahat yaxshi narsa bo'lgani uchun oxiri maslahatdan kelib chiqib bitta qarorga keldik, video klip ishladik. Hozirgi vaqtgacha Mustafoning 20 dan ortiq qo'shiqlari, 10 tadan ortiq video kliplari va albomi o'z muxlislari ko'nglidan joy olgan. Shu o'rinda bir narsani aytib ketishim kerak. Bu san'atkorga bog'liq emas. San'atkor doim qo'shig'i hit bo'lishini xohlaydi. Bu eshituvchilarga bog'liq. Qaysidir qattiqdir yangilik chiqib qolsa, mana misol uchun oddiy shu oxiriga aytgan san'atkorimiz Mashhur Beyni hech kim eslamay qolganda-da. Juda ham iqtidorli yigit, ovozlarini diapazonlari keng,
yaxshi qo'shiq ijro qiladigan yaxshi yigit o'zi ham yomon bola emas. Bir qo'shiq chiqaruvdi, hammaning esiga tushib qoldi. Afsuslanarli tomoni ham shuda. Ertaga boshqa qo'shiq chiqarmasa yoki qanaqa deymiz, shu ommabop qo'shiq chiqarmasa, yana o'sha eski holatiga tushib qoladi-da. O'shaning uchun eslamaymiz, o'zimiz eslamaymiz-da. Lekin boshqa san'atkorlarda ham juda ham zo'r qo'shiqlar chiqyapti. Unga e'tibor qaratish kerak. Bitta xonandaga yoki bitta odamga, bitta san'atkorga yopishib olish kerak emas deyman. Chunki umuman har bir sohada yangilik bo'lish kerak. Nima desa bo'ladi? Yangilik emas, turfalik bo'lish kerak, turfaxillik bo'lish kerak. Sababi biz o'zbek san'atida juda ham turfa ijro qiladigan san'atkorlarimiz ko'p. Hammani ijodiga e'tibor qaratish kerak deb o'ylayman. Eshiging tagiga gullar ekibsan. O'zimiz be'etibormiz, chunki be'etibor bo'lib ketganmiz. Arzimagan shu 1 minutlik 30 sekundli voqealarga, kichkina klipchalarga, qanaqadir ta'sirli videochalarga e'tiborimizni ko'proq qaratadigan bo'lib qoldik. San'at sohasi, qo'shiqlar, umuman kliplar orqada qolib ketib qoldi. O'zimiz erinchoq bo'lib qoldik-da, ya'ni 3 minutli qo'shiq eshitishga, 3 minutli video klipni ko'rishga ko'proq o'sha aytganimdek erinchoq bo'lib qoldik o'zimiz. Umuman ommaga ham murojaatim bor edi. Hayot faqat Instagramdan iborat emas, hayot faqat YouTubedan yoki hayot faqat TikTokdan iborat emas. Hayot o'zimizdan iborat. Shuning uchun televideniyega ham ko'rish kerak. Televideniya xodimlariga ham iltimos qilardim. Ko'proq shu yaxshi ijod qilayotgan, umuman yaxshi ijod qilayotgan emas, umuman ijod qilayotgan san'atkorlarimiz ko'proq jalb qilishini xohlardim. Oq gullar, sen uchun atalgan oq gullar. Trendga chiqqan qo'shiqlardan kelib chiqadigan bo'lsak, trendga kimdir qo'shig'i chiqsa, undan keyingi qo'shig'i farqi yo'qda, ayriliq bo'ladimi, xursandchilik bo'ladimi, u yana o'zini yo'lida davom etib ketaveradi, o'sha hit bo'lib ketaveradi. Bu alohida bir men endi bunaqa qo'shiq chiqaraman, bunaqa qo'shiq chiqaraman degan narsa bo'lmaydi. Trendga chiqqandan keyin u xonandaning qo'shig'i ketidan yana boshqa qo'shiq chiqarsa, eshitilib ommaga moslashib ketaveradi. Sen uchun atalgan oq gullar, oq gullar, oq gullar. Hikmat izlaganga hikmat bu dunyo, illat izlaganga illat bu dunyo deyman. Shuning uchun ko'proq hikmat izlasa, dunyo hikmatli bo'ladi. O'sha negativ bo'lib, illat izlasa, bu dunyo borgan sari illatlashib ketaveradi. Insonlarga mehr ulashib, sevib, sevilib, qo'pol qilib aytganda maza qilib yashash kerak hayotda. Bugun biz sizga taqdim etmoqchi bo'lgan Oq gullar taronasi va video klipi xonanda repertuariga eng yaxshi ijod mahsullaridan biri sifatida qo'shilishi. Isoqovlar sulolasining eng yorqin vakillaridan biri Vohidjon Isoqov ham Oynisa nomli qo'shiqlariga klip suratga oldirdilar. Klipda siz tanigan yorqin ijodkorlar suratga tushishgan. Kim ekan deyapsizmi? Keling bu savolni o'zlaridan bilib olamiz. Show biznes olamida o'zgacha uslub va imijga ega bo'lgan xonanda Vohidjon Isoqovdan yangi videoklip premyerasini bir necha daqiqalardan so'ng aynan bizning telekanalimizda ilk bora ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Aslida tarona bundan 2 yil avval kuylangan va muxlislarga taqdim etilgan edi. Vaqt o'tib Vohidjon Isoqov aynan Oynisa taronasiga klip olmasa bo'lmaydi degan qarorga keladi va yengni shimarib ishga kirishadi. Buni she'ri Muhammad Yusuf, rahmatli shoirimiz, xalq shoiri. Bu she'rni bir marta ko'rishdayoq o'zi so'zi anaqasi keldi, kuyi. O'zim bastaladim. O'zi ko'pincha o'zim qo'shiqlarimga ba'zi bir bastakorlarga ham murojaat qilib turaman, lekin o'zim ham bastalab turadigan odatim bor. Chunki bir xil yo'nalishdan xalq zerikib qolmasin deb har xil janrdagi qo'shiqlar uchun boshqalarga murojaat qilaman. Bu qo'shiq o'zimga juda ham ma'qul keldi so'zlari. Videoklip yurtimizning eng so'lim va tabiati go'zal maskanlaridan biri Piskom qishlog'ida tasvirga olindi.
Videoklip komedik janrda tasvirga olindi va u har bir tomoshabinning kayfiyatini ko'tarib, ijobiy tuyg'ular bag'ishlashiga ishonamiz. Bu klip biz maslahatlashib o'sha Piskomga borgunimizgacha maslahatlashib bordik rejissor bilan. Klip jarayonida o'zi men ham yomon ko'raman shu narsani, rejissorimiz ham yomon ko'rar ekan, u vaqtda ham yomon ko'radi. Bu hali klip jarayonida eng yaxshilab tomoshabin qo'shiqni maza qilib eshitayotgan joyda taq uzilib, o'sha aktyor ko'zi bilan yoki qanaqadir harakatlar bilan bera oladigan joylarini dublajga o'tishadi. So'z bilan berib o'tib ketadi. Kliplarda asosan. Biz asosan shundan qochaylik dedik, chunki bizning ssenariyimizda ham shu narsa bor edi. Shuni o'zgartiraylik. Mana shu qo'shiqni eng yaxshi joyida to'xtatib, tomoshabinning asabiga tegmaylik. Undan ko'ra shu xatti-harakat bilan yoki aktyorskiy harakatlar bilan chiqib ketaylik. Asosan dublaj joylari kam bo'lsin deb shunga yondashdik. Shu bir kun uxlamasdan ertalabgacha ssenariyni o'zgartirdik shunga to'g'rilab. Ertalab kechqurun bordik-da. Mana ko'rasiz, tong otsin, yorishsa ko'rasiz qishloqda deydi-ku. Xuddi shunday tong otgandan keyin u yerda ob-havo boshqacha, muhit boshqacha, haqiqiy samimiy insonlar ichiga tushib qoldik. Bu yoqdan Toshkentdan borayotgan aktyorlar u yerda oddiy xalqimizni o'sha qishloq Piskom qishlog'ining ichida juda ham sevimli ekanligini bildik. Chunki ertaga kim keladi klipga? Mana san'atkorlar keladi, mana aktyorlar keladi desak, har bitta aktyorimizni kinolarda, seriallarda o'ynagan epizod rollarigacha xalq yodlab olganda, voy bu keladimi? Masalan, Po'lat akamni Alisherboy o'ynadi shu Qodirxonda. Po'lat akamni endi har bitta epizodgacha biladi-da, 1000 ta seriya ketgan bo'lsa, 1000 ta seriyani gapirib bera oladigan darajada. Umid akamni, mana Parvina Sultonboyeva degan aktrisamiz bor. U ham xuddi shunaqa har bitta rollar. Demak, biz amin bo'ldik ertalabgacha biz tanlagan aktyorlarimiz, ijodiy jamoa bilan tanlagan aktyorlarimizni bejizga tanlamagan ekanmiz. Xalqimiz yaxshi ko'radigan san'atkorlarni olib chiqayotganimizga amin bo'ldik. Endi yoshlarimiz haqiqatdan yaxshi ijodkorlar saralandi. Chunki ovoz ko'rsatuvlari, umuman tili loyihalar yaxshi ijodkorlarni yuzaga olib chiqyapti. Haqiqatdan yaxshi ijodkorlar. Lekin o'zim ijodini eshitib yaxshi ko'radigan ijodkorlarda, masalan, oxirgi kunlarda umuman Jaloliddin Ahmadaliyev, Yorqin Umarov, mana shu mashhur begam yaxshi mana qo'shiq qildi. G'aybulla, umuman Mirjalol, Hamdam, bular hammasi hozirgi kunda yaxshi ijodkorlar. Haqiqatan tahsinga loyiq o'sha ijod qilishyapti. O'zidan o'zi zo'r bo'lib qolayotgan joyi yo'q, mehnat qilishyapti. Lekin bu bir ikkita ozgina san'atga to'g'ri, san'at emas, san'at deb bo'lmaydigan bir ikkita ijodkorlar ham bor. Ular xalqni kuldirib, o'ziga o'sha nima deydi, muxlis orttirmoqchi bo'layotgan ijodkorlar ham bor, lekin ularga maslahat berardimki, ularni ham ertaga farzandlari bo'ladi. Shu otam shunaqa qo'shiqchimidi, shunaqa masxarabozga o'xshagan yoki shunaqa bir sayoz qo'shiqlar aytganmidi demasligiga hozirda harakat qilish kerak. Uyalmasligi kerak ekan. Albatta, bir ustoz san'atkor menga aytgan edi. Har bitta qo'shig'ingni aytayotganingda o'zingni oilang, o'zingni ota-onang shu eshitib turganda uyalmaysanmi? Yurtboshimiz oldida qo'shiq, shu qo'shig'ingni aytsang uyalmaysanmi? O'shani savol o'zingga berib, keyin qo'shiq ayt degan edi. Bu degani 7 o'ylab qo'shiqni ijro qil. Sahnaga bu senga bu oddiy narsa emas. Bu ertaga bugun aytib ketarsan, lekin ertaga buni tovonini to'laysan degan joylari bor edi. Ustoz san'atkor aytgan edi. Hozir bo'lishi mumkin, hozir kimdirlar shunaqa o'ziga o'xshagan muxlislar chapga chalishi mumkin, layklar bosishi mumkin, kommentarlar yozishi mumkin. Lekin ertaga u o'ziga qarshi kelishi mumkin. Bir unvon olayotganda umuman ta'sir qilishi mumkin. O'shalarni bir o'ylash kerak yosh ijodkorlar. Hozir endi to'g'ri, kitob o'qimaydigan ijodkorlar juda ham ko'payib ketdi. Umuman nima deydi, o'zini ijtimoiy tarmoqlarga qo'yadi va o'ziga o'xshagan odamlar layk bosishadi. O'shaning uchun nima deydi, ustoz ko'rish kerak, o'zini ustida ko'proq ishlash kerak. Shunaqa bir zamon keldi. Javob yozmadinga bitta xatimga. Bu qo'shig'imiz 2 yil oldin
bastalangan, premyera qilingan, lekin bir odam tufayli shu qo'shiqqa klip olinmay qoldi. Ya'ni negativ, bizni jamoamiz orasida bitta ikkita negativlar bor. O'shaning uchun bir narsaga hozir tushunib yetyapmanki, nimadir qilmoqchi bo'lsang, hech kimga aytmay qilib ol, keyin ko'rsat tayyor mahsulot degan fikr to'g'riligini endi sezyapman. O'nga yaqin aktyorlar ishtirok etishdi. O'zi bilasiz, professionallar yig'ilgan joyda bir narsa portlaydi. Shunaqa bo'ldi deb o'ylayman, xudo xolasa. Bizni yangi Oynasi nomli klipimizni shu doira ko'rsatuvda ko'ring va o'tkazib yuboring. Juda ham qiziq bo'lgan. sarg'aytirib joningni olar, tunda to'yda topib ko'z urishtirar, kunduz tor ko'chada tanimay qolar, davlati kamayib qolar tanisa. Ho 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 ho, hayotingdan aylanay jon oynasa. Oynasa xonim, meni jonim, oynasa xonim, meni jonim, oynasa, jon oynasa. Hay oynasa xonim, meni jonim, oynasa xonim, meni jonim, oynasa, jon oynasa. Oynisa, Oqbotani to'yiga Vohidjon Isoqov kelayotgan ekan. Bormaysizlarmi? Voy, Vohidjon Isoqovmi? Men uni yaxshi ko'raman, qizlar. Yaxshi ko'rasan. Vohidjon Isoqov seni to'yda ko'rib yana qochib ketmasin, Nazira. Jimbale. Gapirma unga. To'g'risida. Nazira borur. Men ham boraman. Ishqingda qaqshagan mendek sado yo'q, javob yozmadinga bitta xatimga. Toshdan sado boru, sendan sado yo'q, javob yozmadinga bitta xatimga. Ho 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 ho, hayotingdan aylanay jon oynasa. Assalomu alaykum hurmatli qishloqdoshlar. Oqbota do'stimizni mana shunday shodiyona to'yiga va nihoyat biz kutgan san'atkor keldi. Vohidjon Isoqovni guldiroz qarsaklar bilan kutib olamiz. Marhamat. Qani Vohid aka, marhamat. Oynasa xonim, meni jonim, oynasa xonim, meni jonim, oynasa, jon oynasa. Hay oynasa xonim, meni jonim, oynasa xonim, meni jonim, oynasa, jon oynasa.
o'zbek kinosining yangi bosqichi deya e'tirof etilayotgan Chimildiq super kinokomediyasining premyerasi yurtimiz bo'ylab kinoteatrlarda bo'lib o'tyapti. Yaqindagina Toshkentning eng chiroyli maskanlaridan biri Riviera Mall savdo markazida ham taqdimot bo'lib o'tdi. Juda ham chiroyli taqdimot bo'ldi. Mehmonlar ko'p kelishdi. Keling, ko'p gapirgandan ko'ra e'tiborimizni lavhaga qaratsak, marhamat. Kino tarixida hali bunaqasi bo'lmagan. Chimildiq super komediyasida sensatsion holat. Endi men sizsiz qanday yashayman? Tabriklayman. Filmning 6-premyerasi bo'lib o'tdi. Har gal yangi hayajon, yangi hissiyotlar, tuyg'ular va yangi taassurotlar. Meni boshim ochiqmi? Chimildiq premyeralari poytaxtimizdagi eng go'zal maskanlarda davom etyapti. Navbatdagi manzil Riviera Mall markazi bo'ldi. Albatta men o'ylaymanki, mana shu Chimildiq butun o'zbek xalqini yuragidan joy oladi. Bu umuman kino industriyamizda rivojlanishi yangi bosqichida bemalol ayta olamiz. Bu filmni yopiq premyerasi juda katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. O'zbek kino olamiga komediya janridagi yangi ruhdagi film kirib keldi. Juda yaxshi ishlash, baraka topsin. Baxtni asrab avaylash kerakligini mana shu film orqali ko'rdik. Oilani muqaddas deb bilmaydigan yoshlarimizga dars bo'ladigan film bo'lgan ekan. Oilada erkak kishini bir pog'ona baland bo'lishi, oilani mustahkam bo'lishiga bu yana bir omil bo'ladi. Menga shaxsan juda ham yoqdi. Agar tomoshabin haqiqiy kinochini qo'llab-quvvatlasa, haqiqiy kino chiqadi. Bo'lmasa, bizga o'xshagan rejissyorlar ko'payib ketaveradi. Jurnalistlar, kino ijodkorlari va kino ixlosmandlari ishtirokida o'tgan taqdimot ham yangi taassurotlar va fikrlarga boy bo'ldi. Ayniqsa yoshlarimiz uchun oilani hurmat qilish, himoya qilish ruhini beradigan zo'r film bo'ldi. Film namoyishi vaqtida tomoshabinlar super komediyaning har bir epizodini yuzda tabassum va o'zgacha kayfiyat bilan kuzatdilar. Buni ularning tomosha vaqtidagi holatlaridan ham bilish qiyin emas edi. Chimildiq super komediyasi har safar katta qiziqish bilan tomosha qilinyapti va bundan ilhomlangan ijodkorlar esa balki Chimildiq 2, ya'ni filmning davomini suratga olarmiz balki degan o'ylarni ham boshdan kechirishdi. Chimildiq 2 suratga olishi mumkinmi degan savol o'rtaga tashlanyapti. Juda katta ehtimol bilan olinishi mumkin. Va bu juda katta masshtabni bo'ladi ikkisi. Qozog'istonda, Ozarbayjonda syomkalari bo'ladi va qozoq aktyorlarining eng mashhur aktyorlari, Ozarbayjon aktyorlarining eng mashhur aktyorlari bilan birgalikda bo'ladi. Hozir bandman, bo'shab qo'raman. Kofizam ish bermadi. Ko'zim 2 sekund kelinganini bilaman. Ha, menchi ko'zim yumganim bilaman. Ko'zimni ochsam Chimildiqda paydo bo'lib qolyapman. Endi nima qilamiz? Shu hafta to'yim bo'lish kerak. Namuncha sen to'ying bilan maqtanaverasan? Meni ham to'yim bo'lyapti. Lekin jar solib hamma yoqqa maqtanayotganim yo'q. O'zi mana shu to'yimiz tinch o'tishi uchun bir amallab mana shu la'nat Chimildiqdan qutulishimiz kerak edi. Targ'ib qilish kerak yoshlarimizga. Nimaga? Chunki hozirgi paytda juda ham ko'p ajrimlar bor. Bizning o'zbekchiligimizga, bizning musulmonchilikka to'g'ri kelmaydigan illatlar ko'payib bormoqda. Men tavsiya qilardim yoshlarimizga shu filmni ko'rishni, ko'rishsin. Milliy qadriyatlarimizni asrab avaylash kabi g'oyalar ilgari surilganligi bilan ahamiyatli film juda ham yoqdi va bu filmni yoshlarga ayniqsa tomosha qilishlarini tavsiya qilamiz.
bir vaqtning o'zida bir nechta xorijiy tillarga tarjima etgan holatda taqdim etilishi bu umuman kino industriyamizda rivojlanishi yangi bosqich deb bemalol ayta olamiz va o'ylashimcha bu aynan mana shu jihat ham filmni bir muvaffaqiyatidan dalolat beradi. Kızlar, göstereceğim yere düzgün atış eleyeni hediye gözleyir. Getir. He kızlar, tez olun nöbeyle atın. Tez. Qardaş, heç vecvə dalma. Özüm sənə elə qız tapacam ki, onu heç anası belə öpməyib. Lazım gəlsə, o kanalın adı nə idi? Zor TV. Ora çıxıb deyəcəm, salam əleyküm. Mənim yaxın dostum subaydır. Hazırda aksiya keçirilir. Dostumu alırsınız, mənim də üstümdə hədiyyə. İnanmırsan, elə bilirsən getmərəm. Shu qadar chiroyli kadrlar, shu qadar chiroyli manzaralarni ko'rsatyaptiki, o'zingizni O'zbekistonda emas, go'yoki bir Dubaydami yoki bir Turkiyadami yurgandek his qilasiz degan fikrlar aytilyapti. Lekin men tomoshabin sifatida xorijlik tomoshabin ko'radimi, bizni tomoshabin ko'radimi? Bizni o'zimizni iqlimni, bizni binolarimizni boshqa rivojlangan davlatga taqqoslagan holatda emas, bu o'zimni vatanim, bu meni O'zbekistonim, bu bugungi O'zbekistonim, yangi O'zbekistonim deb ko'rishini xohlagan bo'lardim. Borgan sari fikrlar juda ham yaxshi va yaxshi. Mana bugun ham juda ham ko'p iliq fikrlar eshitdim. Ko'z tegmasin, Xudoga shukr, doimiy bo'lsin, davomiy bo'lsin. Endi Chimildiq 2ni kutib qolamiz. Mayda narsalar bir yirik muammolarga olib kelishini komediya janri orqali ko'rsatib berilibdi. O'ylaymanki, bu bugungi kunda yoshlarimiz ko'rishi kerak bo'lgan juda ham qiziqarli film bo'lgan. Saboq beruvchi film. Bu ota-bobolarimizdan qolgan milliylik, urf-odat. Turmush qurayotgan yangi kelin va kuyov Chimildiq ichida bir-biriga ahd paymon qilishadi. Bunday filmlarning soni tobora ko'payadi va jahon kinolariga ham, ularning kinoteatrlarida ham biz ham premyera qilib yurishimiz nasib qilsin. Film juda yoqdi, chunki imенно bizga mana Chimildiqni, bizani qadriyatlarimizga qanaqa muhim ekanligini komediya orqali imенно yoshlar tushunishi uchun yetkazib berishgan. Juda ham yoqdi menga. Agar o'zim shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam, jahon filmlaridagi uslubdan foydalanilgan bu yoqda. Shu narsa meni e'tiborimni tortdi va bundan bunaqa o'zgarishlar paydo bo'lgandan to'g'risi hayratlandim va juda ham xursand bo'ldim. Ana kelasa yana paydo bo'ladi. Nima qilsam ekan? Ha. Bugun shu yerda qolaman. Qani ko'raychi, qayerdan kirar ekan bular? Men yetib qolaman endi. Xudo. Oilani saqlab qolishda nafaqat bir inson yoki bir tomon, balki ikki tomonlama harakat qilish kerakligi ko'rsatilgan va oxirida bir narsa meni e'tiborimni tortdiki, ya'ni oilada erkak kishini bir pog'ona baland bo'lishi va unga alohida hurmatda izzat bo'lishi oilani mustahkam bo'lishiga bu yana bir omil bo'ladi. Quvonarlisi, film nafaqat bizning mamlakatimizda, balki qo'shni davlatlarda ham katta qiziqish bilan tomosha qilinyapti. Bu holat albatta o'zbek kinosining dunyoga chiqishida ham katta qadamdir. Biz Chimildiq filmi ijodkorlariga va filmga dunyo bo'ylab yuksak parvoz tilaymiz. Show biznes olamida yangiliklar juda ham ko'p. Asosiysi doira dasturidan uzoqlashmang. Keling, hozir navbatni bir ajoyib lavhaga bersakda dasturimizni davom ettirsak. Endigi lokatsiya Xalqlar do'stligi saroyi. Biz hamkasblarimiz bilan maza qilib maroqli dam olish uchun Benom guruhining konsertiga keldik. Juda ham ko'p yoshlar bu yerda juda ham ko'p sevishganlarni uchratish mumkin. Ularning qo'shiqlarini hattoki yoddan biladiganlar ham bor. Keling, birgalikda konsertni tomosha qilamiz va maroqli dam olamiz. Ketdik. Bilasanmi, Komil, konsertlarning birinchi kuni boshqacha edi. Birinchi kun ashaddiy muxlislashgan. Energiya boshqacha. Benom guruhidan yana bir shov-shuvli, hayajonli va unutilmas taassurotlarga to'la konsert dasturi.
Bu safar ham yigitlar tomoshabinlar bilan chinakam do'stona atmosfera hosil qila oldilar. Sarvar va Komil bu yilgi The Best 3 deb nomlangan konsertida muxlislar uchun yana 5 ta yangi premyera qo'shiqni tuhfa qildilar. Shuningdek, guruh ijodkorlari ko'plab qo'shiqlarni karaoke tarzida muxlislar bilan birga jonli ijro etdilar. Kecha chin ma'noda ijod oqshomiga aylandi. Yana bir yangilik, bu safar Benom o'z uslubidan biroz chekingan holda sahnada milliy xalq kuy qo'shiqlarini ham o'ziga xos yo'nalishda ijro etdi. Bir so'z bilan aytganda, Benom bu safar ham muxlislarni xursand qila oldi va konsert dasturi o'z nomiga xos tarzda The Best darajada o'tdi. Biz Sarvar va Komilga chin dildan omad tilaymiz. Mana shunaqa gaplar azizlar, hafta davomida yig'ilgan eng qaynoq xabarlar bilan sizlar bilan bo'lishib bordik. O'ylaymanki, aslo zeriktirib qo'ymadik. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr-omon bo'ling.